bir qancha tushunchalar berib o'taman. Xususan, ismon shaxslarni ajratadigan ipoteka krediti va biznesga birinchi qadam kredit to'g'risida aytaman. Birlamchi bozordan uy-joy xarid qilish uchun ipoteka kreditlarini 20 yil muddatga 17% miqdorida ajratamiz. İmtiyazlı devri mijozning xohishini ko'ra 6 oygacha belgilanacak bo'ladi. Grafik usuli annuitet yoki differensial usulda bo'ladi. Keyin montaj qariya uy-joyning istiqbolli yakka tartibdagi uy-joy va ko'p qavatli uydagi turar joylarni ta'mirlash uchun ta'mirlash krediti bor, ta'mir krediti.